Nima bo'ladi? Qolgani butoqni kesadi. Xullas, biza 3 talik usulga olib borishimiz kerak. Sizlar mana kesuvchilar yoki bog' egasi ham tasavvur qila olish kerak. Mana shu joyda o'sha 3 taligi borish uchun qaysi shox qoladi. Qaysi shox ketadi. Bu yerda yana bitta narsa bor. Eng oson ketishi aniq bo'lgan shoxdan boshlash kerak. Bu kesuvchilarning o'zining siri bu. Misol uchun men tanlashga ikkilanayotgan shoxlar bo'ladi. Sho'pa tiymayman deb osonni kesib qaytib kelaman. Bu yerda osoni nima? Mana bu ajralib turibdi, to'g'rimi? Olaman. Butoq qo'yib keturasizlar. Olaman. Butoq qo'yiladi обязательно. Обязательно qo'yiladi. Chiqishi tikka bo'lgan burchaga va kuchli o'sganni nolga olsanglar bo'ladi. Shox ko'p bo'lsa, mana butoqlar ko'p bo'lsa. Qiyaligi tor bo'lganlar. To'ppa-to'g'ri. Endi mana bu menda yana bitta lider bo'ladi. Men bu yoqqa buni tanlashim ham mumkin ekan. Nima bo'ladi? Qolgani butoqqa kesilaveradi. Shu butoqdan yana keyin qalamni o'ta chiqaradi. Qalamni chiqaradi. To'ppa-to'g'ri, xudo xolis. Mana endi buni tanlagan bo'lsam, men bularni o'yindan chiqarishim kerak. Ishdan ko'rasiz qoldi hozir. Bitta mevasi qoldi. Shunda 3 litr bo'lyapti-da bu. Qani. 3 ta.